Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qadirli görürmenler. Hem meylen ete ögül 15. heytte nayet aldıraştık özününki heyt tayarlığını kılvatkan muşu peytte. Biz Rişat Kam ve Ablat Turan akımızda bu Uygur ziyarları toğruluk hem Uygur Akademisininki 5. kıtımlık ilmi muhakeme yığını toğruluk nime yakınlar var. Şu toğruluk biraz bir paranlaşıp söhbetleşiler diyen niyette bir yer yığıldık. Bu algılan bu söhbetine başlaştım burun. Ben üzerine tanıştırıyorum. Ben şu Uygur Akademisininki baş katibi Abdülaziz Beştoprak. Bu Rişat Kam. Tüvende biz görürmenlerge Dr. Rişat Abbas Burhan Efendimninki kısqacha tercümanını tanıştırıyoruz. Dr. Rişat Abbas Ali tibbi doğru tədqiqatçısı bulup Amerikadaki Pfizer yani Pfizer deyilgan bir şirkette, dağınlıq şirket işleydi. Rişat Abbas Burhan vatanda bir mərifətbər ailədə doğulub ösken. Yani həmmənli bilisizlər mərhum Abbas Burhan Efendimninki oğlu buludu. 1978 yıldan 1984 yılgacha Ürümçi Jungu Tibbi Doğrugarlık Üniversitesi ve Nanjing'de Tibbi Doğrugarlık Texnika Üniversitesi'de Tibbi Doğrugarlık kesbede okugan. 1989 yılı Ürümçi'den Amerika okuş gelip 1994 yılı Ohio Ştatlık Üniversitesi'de Ohio State University Tibbi Doğru Tədqiqat ilmi boyunca doktorluk ünvanına erişken. 1994 yıldan 1996 yılgacha Amerika Devlet Müdafiə Ministerliği Hava Armiyasının tədqiqat mərkəzində doktor Ashti tədqiqatı bilan şug'ullangan. 1996 yıldan hazırgacha bo'lgan Amerikadagi tibbiy dori tədqiqat hayotida Rişat Abbas akamiz Amerikadagi xalqarалық tibbiy dori tədqiqat idoralarida yangi dorilarni tadqiq va taraqqiy qildirish sohasida muhim tədqiqat xizmatlarida bo'lgan ve âli derecelik tədqiqat nəticəliyə erişken. Bu jarayonda 2004 yıldan hazırgacha Dr. Rişat Abbas Amerikadagi xalqarалық tibbiy dori tədqiqat ve taraqqiy qildirish birleşme idorasi yani Pfizer'de rak ve başka kasallikleri dori tədqiqat xizmatida baş yetakchi tədqiqatçısı ve direktorluk vazifelerini işlep gelmekte. Dr. Rişat Abbas hazırga kadar 130 parçadan artıq ilmi maqalalarını xalqarалық tibbiy dori tədqiqat jurnallarida yani 70 parça ve xalqarалық tibbiy dori tədqiqat yığınlarida 65 parça ilan qildi. Şundaqla yana dorigarlik ilmiga oid kitaplarning bölümlerini yazıp çıktı. O tibbiy dori tədqiqat sohasida yana 2 Amerika patent huquqiga erişdi ve xalqarалық ilmi jurnallarning təklif qilingan təhriri bolup işlemekte. Bu qatımlıq 5. qatımlıq Uygur Akademisininki xalqara ilmi muhakeme yığınında Rişat akamiz dori tədqiqatı ve onun taraqqiyatı namlıq maqalesini Uygur tilida şundaq ravan yaxşı sunub berdi. Bu münasebet bilan Rişat Abbas akimizga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz. Biroq bizniki Uygur Akademisininki reisi Ablat Turan, Doktor Ablat Turan. Siz biraz o'zingizni tanishasiz. Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Men oldida o'zimni qisqa tushuntirib o'tay. Men Abla aslında Türkiye'ye kelgandan keyin Ablat Turan deb ishlab keldim. Ben 99 yılı Şiyan Tibbi Üniversitesi'ndeki kliniklik davalaş kasbini bitirgen. Ondan keyin Aksu'da 3 yıl doktorluk kıldım ve 2002 yılı Japonya'ya çıkıp 2004 yıldan 2009 yılgacha Tokyo Tibbi Üniversitesi'ndeki yürek kesel bölümünde doktorluk okudum. Ve 2009 yılı unvanımda algandan keyin yurtqa qaytib ketishni muvaffaq ko'rmay 2010 yılı Türkiye'ye kelgan bo'ldim. Hazır Uygur Akademisi'nin reisi vazifesini üstlendim. Rahmet. Yani sohbetimizni bir qancha temada müzakirelesek, erkin bir sohbet olsa da mı kıldık. Birinci Rişat Kam özüne biraz tanıştırdı.
Hem ikincisi bu da 5. katında ilmi muhakeme yığını Uygur Akademisi'nin birinci yıl 2 katım ötközdü. Kalan yılları 4 yılda cemi 5 katım oldu. 5. katımlıkını ötküzdük. Bu yığınımızda Rişat Abbas akımızma 1. katım katlaştı. Bu doğruluk kısaca bir özünün kelimesini göz karşı sözlep ötse. Onun için 3. olarak Ankara ziyareti. Ankara'da birkaç yerlerden küleştik. O yerde ziyaret ceryanında biz nimelerni his kıldık. Onu biraz sözlep verse. Abdullah Turan Efendim'e birge. 4. Amerika'daki ziyalarının ahvalı doğruluk biraz məlumat versiniz. Özünüzün 4. katım Amerika'ya en başta çıkan ziyalardan birisi hesaplasınız. 5. Abdullah Turan Efendim Japonya'daki Uygur ziyalarının ahvalını biraz məlumat verse. Onun için bununki bir xulasını çıkarırsek erken bir sohbet olsa diyen niyette. Gayet adli bir sorun olup kaldı. Şunda olsun aslında alımlarımız için yaxşı bir mol bir sorun hazırlasak yaxşı buladı. Geçirgeçle hemenlarınki kurban yetimi mübarek olsun. Bu sorunumuzu başlayalım. Rahmet. Eğer Rişat Koy, muvaffak olsanız bu sualara cevap verişten burun sizin bir üzerindeki kalam toğlan sual ne? Bir soru alsam. Mesela hemimiz deyimiz hem de sizni Pfizer doğru şirkette işleydi öde. Hem bizden doktor oğalla bilimiz Pfizer'den ki kancılık bir çoğun şirket hikayeliğine. Hem şundak bir çoğun şirkette bir kelenkilik doğrugerlik bölümünden ki başlıklık işleş biz Uygurlar için adetteki bir iş emez. Şu an hem de görülmelerinin ki bu vaktin bir kalısı düşen cevap kılış için Pfizer'ın kandak bir şirket hikayeliği, kancılık hizmetçisi var. Şu doğru kıskıcı bir məlumat vergen olsunuz. Buldu rahmet. Pfizer bolsa xalqarada hem de yetekçi bulavatkan tibbi doğru tehdikat, terakki kıldırış şirket nurgun yeni icadiyat kılgan doğruları, rak keselleri, yürek keselleri, nerv kesellerinin doğruları davamlıq icadiyat kılıp yetközüp kesellerinin derdik dahraman bulavatkan Pfizer'da xalqara boyunca 140 neçə devletdə tarmaqlarımız var. 100 mindən artıq xidmətçi, təhqiqatçılar xidmət qıldı. Pfizer'ninki baş aparatı New York'ta buldu. Onundan sırt Amerika'nınki New York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Boston, California diye ştatlarda təhqiqat mərkəzləri quruluşqan. Tevini sel yütkütüp kaldım keçirgeysile. Yani şu Uygurların doğrugerlik sahası da şundak sizge okşaş yukarı orun erişken tədqiqat cihetten dünyaya da köz görünügen netice yaratkan yani başka Uygurlar, Uygur alımlar olsa bir kısaca məlumat veren olsanız bizim bilip kalsak. Uygurlardan mı tibbi doğru fənni okugan yaş ballardan az emas var. Ulardan her sayesinde işleydi. Amerika hükümetinin FDA'da işleydi Allah var. Doğru təhqiqat idareleri işleydi Allah var. Ondan başka Şöhret Mutellib hayatlık biyologiya, hayatlık fən bozma bularınki hayatlık boğandaki insaniyetinki hayatlığa, ömrün uzun kılışqa töhpisi, nurgun töhpislerini bulmaqçı buluvatıdı hem ulamı şu bizninki bəzi bir təhqiqat qılış usullarımız nimelerge oxşub gidiyordu. Oxşmağan tərəbdən elib berib atqan oldu. Ya sağ olun ben gitmenizi tatlı aldım. Yok. Dağılmıştırım. Geçirgeysiz. Hem de Rişat Kaya siz 5. katım ilmi muhakeme yığını Amerika'dan 7 alımımız, Japonya'dan 8, Avrupa'dan 4, Türkiye'den 6 kişi kalmış. Cem'i 24 kişi doklat verdi. Sizin bu yığında 1. katım doklatınızda, yani 9. katım katlaştınız. Hem bizge birinci güne gayet yaxşı Uygur tılı da özünüz gerçi Xanzu tılda okugan bolsanız mekteplerinde Uygur tılda doklat verdiniz. Bu yığında algan biraz təsiratınız qandaq? Bu şunda bir palet elib berişke xita ərzimdi. Bunun milletke hem de özünün Uygur adamları bolgan qandaq bir şaraitlarını hazırlaşı ihtimallığı var. Bu cəhətdən bir göz qarşınızda olsun.
Men bu 5-nji qatymlyk Uygur Akademiýanyňky konferensiýe birinji qatym gatnaşdym. Bundan burun 2010-njy ýyly ailem bilen kelgende gasyňlar bilen görüşüp söhbetleşdik. Ondan keyin bultur kelgende kysgaça görüşdik. Bu qatymky bu konferens meniň göz karşymda aýt obdan galbylyk boldy. Amerikadan baýsız digendek nurgun ziyalylar geldi. Yaponiýadan, Ýewropadan. Bunun da sözlengen temalar, presentationlar naýtdy, mezmuni çuňkur, halkara ölçem bilen boldy. Men özüm umumyüzlik tibbi dowr tehdiqat, terakki kıldyryş we teraqqiyat dogrulyk düşendiriş, kysgaça düşendiriş berdim Uygur tilde. Men bu qatymlyky konferens hem de bizning ziyalylarynki özara okşamagan kesipler bolsunmu, hemme kesipde tehdiqat kılıp atkan, mekteplerde hizmet kılıp atkan, profesör olap hizmet kılıp atkan, tehdiqatçı olap hizmet kılıp atkan Uygurlar üçün bu ayet obdan bir sorun, özara görüşüp, tonuşup, bilim uçur almaştırıp, her birisimizningki ve başkalarınınki kılıp atkan tehdiqatlardan haber tepip, bu nayt obdan bir işküküllik, nayt menilik, hem putuqluq bir konferens boldy. Siz mi öz karşınızda sözlep bersiniz? Rişatkam nayt obdan göz kurasırın dep berdi. Meniki mon bir iki noktany eskertip koyum kelip atdy. Şunu alayda eskertme bolmaýdy ki biz bu qatymlyk çygynda herkes söhbetin kelgen barlyk doktor alımlarymyznynki çokum Uygurça slayd bilen Uygur tili sözleşini şert kılındık. Barlyk katnaşçylara bu terimizge naýatdy aktivlikle basılışıp şunça nazuk, şunça məxsus ve pen texnika karakterine güçlü olan temalarda sap Uygur tilde doklat sunuldu. Bununki ähmiýetini herkes sel garaş bolmaýdy. Elbette ýene bäzi meseleler saklangan boluşy mümkin, lekin biz bu qatymlyk tejribe sabagyny ýeklenläp bundan keyinki jygyllanyňky şu meýle ana tilde elip beriliş süpet jähetde bolsun we başga temalarnyňky çoňkurlyk mezmun jähetde bolsun tehmi keng daýrede ähmiýetlik müştak bir faaliýetiniň elip beriliş üçin güçümizden ýetişçe tirişçilik gösterýämiz. Rahmet. Hem hazır biz yaxşı taleplerini dedik. Hem eğer Reşatka sizin Mısır'dan kelgen bir Uygur Akademiyasınınki azası şunda bolsunma bu qatymyga qatnaşgandan keyin bizning kem tuqqagan ýerlerden bir neçe noktany sözlep bersiňiz. Meselem ýygyndan keyin bizning okuwçylar bilen ýa-ki bu ýerdeki alymlar özüra bir hem söhbet, ilmi pikir almaşdyryş dogrulyk biraz kemçikler boldy. Bu jähetden qanday qysap ýaxşylaş dep baraýmyz. Hem de umumyüzlik naýt ýaxşy boldy baý biz digendek. Hem de hemme iş asta-asta ýaxşylaş nim kıldy. Hem de togra ýaxşy bolgan ýerdem ançy-munçy tüzdürýän ýerlerimi buldy. Bundan keyin şu wagt 20 minut wagt berilse, çokum şu wagt bilen men işini teşebbüs kılıp ondan keyin mezmunlarymyň aýt ýaxşy obdan bulanymı tehimi ýana çoňkurlaşdyryp we hemde muhimi bu asaslyk çet eldeki okşamagan kesipdeki ziyalylar bir ýerge kelip uçur almaşdyryş, bilim almaşdyryş we ony okuwçylarga ýaş özüniňki okuwatkan näde bolsa Türkiýede bolan, başga ýerde bolamdy. Ýaş okuwçylarga düşendiriş bolgandan keyin şu noktada maksat kılgan boyunca tayarlıklarım şundak bolsa bu çağda texmi önümlük buldu dep oylayman. Rahmet. Hem de onun için biz 10. ayının 5. ve 6. günü şükürlü panetimizni yapmagandan keyin 7. günü İstanbul'daki bir qancha yerni ziyorat qildik siz bilan birlikda.
ziyaretlerimiz buna ait oңuшлuk öttü dep oylayman. Ondan keyin biz 4. gündeki faaliyetin 4. günde bir seyahat vardı İstanbul'daki. O seyahatlerini biz erkinkamı geldi, geçip kalan bolsunma seyahatin muvaffakiyetli ayaklaştırdık. O seyahatlerimi tüygenden keyin biz bunun sırtıda Ankara'ya bir ziyaret uğurlaştırdık. Bunun da ben Reşatkan ve Ablet Turan efendi üçümüz birge bardık. Bu jarayonda biz bir qancha TK'daymiz yoki boshqa TÜBAV, yani Türk Bilim Araştırma Vakfı deymiz, bu yerge bardık. Ben Türk TÜBAV'da nimimiz boldu, doklad berdik, ziyarlar to'g'rilib. Şu Ankara ziyaretida mesela 2 kunlik ziyaret jarayonida sizniki qisqacha his qilgan narsalaringizni so'zlab bersangiz, biz nimalar Uyg'urlar nimalarga diqqat qilishimiz kerak ekan, undan keyin qanday qilsak bu faaliyetlerini texma Türkiye'nin yardımını algan hem Türkiye'ye paydamız bolgan odat dep bağlı boldu. Bu jette kısaca düşünce oldu. Bu ziyaretimiz näte yaxşı boldu. Özüňler, ködüňler, bagan günümüz Uygurlarnyňki chet eldeki ziyalilarning ahwalyny tunuşturup sözlep fikir almaşdyrdyk Türk qarandaşlar bilen. Bular Uygurlarnyňki chet eldeki ziyalilar mesela kaçandan başlap chetge chiqish o'qishga başlagan, qaysi maktablarda o'qigan va o'qiyotdi, qaysi kasblarda qanday natijalarni qozonди degan mazmunlarga oid qiziqishni bildirdi. Ularning hammasini so'zlab o'tdik. Masalan, men Amerikadagi ziyolilarninki masalan 1980-yilning başları o'ttirdan tortib o'qishga chiqib, yaxshi maktablarda o'qib, natijali bitirib va bitgandan keyin natijali xizmat natijalarini qanday yuqori natijalarga erishganligini so'zlab tushuntirdi. Bular yana bundan keyin o'sha Uyg'ur ziyolilar bilan ko'proq fikr almashtirsak, uchur almashtirsak, o'zaro ilmiy dokladlarni so'zlashib, chetki ziyolilar Türkiye'ye kelgan vaqtida simpoziumlarni berib, Uyg'ur ziyolilarining natijalarini tunishtirishga g'oyat qiziqilganligini bildirdi. Rahmat. Ablet Turan efendim, siz mi his qilganlaringizni deb bersangiz? Reşat Kammo deb o'tgandek, biz Ankara'da nurg'un ilmiy jamiyatlar bilan va ba'zi munosabatli hukumat organlari bilan ko'rishdik. Bu jarayonda o cemiyet ve hükümet organlarındaki tədqiqatçılar, her qaysı üniversite o'qituvchilari ve hükümet organlarındaki rehberler bilan birlikimiz naitdi, ko'ngillik ve muvaffaqiyatli oldu. Biz bu jarayonda asoslig'i Uyghur akademiyasini tanıştığımdan başqa, yana hozir Uyg'urlarniki shu dunyo miqyosida qo'lga keltirgan ilmiy natijalari bo'libmi, Şöhret Mutalib Akimiz ve onunki bu yıl Nobel mükafatına namzat bolganligi, Erkinçlik Akimizninki NASA'da işleydigan birden-bir Türk kandaş, Türk kan sistemimizde birden-bir adam ekanligi, onunki Reşat Abbas Akimizninki doğrugerlik sahasida qo'lga keltirgan natijalari ve dünyadaki en çoğun doğru şirketininki kelinkilik doğrugerlik bölümüninki müdür ekanligi ve başka nurg'un Uyg'ur doktor ziyoli olimlar to'g'riliq ularga ma'lumot berdik. O Türk qarindoshlarimizni Uyg'urlarning bu natijasidan intayin xushal bo'ldi. Uyg'urlarning yolg'iz Uyg'urlar uchun emas, Türklar uchun shon sharaf keltirganligi uchun haqiqatan suyundi ve Şöhret Mutalib akimizniki Nobel mukofoti olish uchun chin tilaklarini tiladi, duo qildi. Ve bunun yalnız Uygurlar için emas, bütün Türk dünyası için intayin çok şan şeref bulduğanlığını qayta təklif etdi. Rahmet. Degende Şöhret Mutalib, Doktor Şöhret Mutalib Nobel mükafatıga namzat oldu degan bir yaxshi bir xabarni aldığında. Ondan başqa bu qadimki yig'inimizda yana yaxshi bir xo'sh xabarimiz bor. Buni Doktor Ablet Turan efendi bizga deb bersin. Burada Uyghur Akademisi'ninki reis bo'lish sübutim bilan bütün Uyghur xalqiga bir xo'sh xabarimiz bor.
Biz uzun bir oylashib, Uyghur Akademiyasininki fəxr rəislik vəzifəsiga Uyghurlarninki dunyodanlıq biyologiya alimi Şöhrət Mutalib akimizni təklif qildıq və qayta xat yazışlar, düşəndirishlər orqali oxiri Şöhrət Mutalib akimiz bizning bu təklifimizni qəbul qildi. Şöhrət Mutalib akimizning Uyghur Akademiyasining fəxr rəis bo'lishi Uyghur Akademiyasi uchun intayin cho'ng shon sharaf, shundaqla butun Uyghur xalqi uchun nihoyat cho'ng shon sharaf. Bu Uyghur Akademiyasi uchun nihoyat zo'r bir kuch. Biz bundaki mushu kuchdan unumli foydalanib Uyghur Akademiyasininki öz nam şərəfiga yarasha haqiqiy bir Uyghur Akademiyasi bo'lish uchun qo'limizdan kelishicha tirishchilik ko'rsatamiz. Rahmat. Söhbətimiz nihoyat yaxshi ketib bordi. Endi Ankara ziyaretindən keyin Bayatın Rişat Abbas akimiz Amerikadagi ziyonlar to'g'riliq bir ziyonlar to'g'riliq biroz so'zlab berdi. Bizga texnik tafsillar qilib Amerikada qanchalik ziyoli bor, u Amerika va qachondan tortib ziyonlar kelishga boshladi. Hozirgi ahvoli to'g'riliq biroz so'zlab bersangiz. Amerikaga ziyolilar 80-yilning boshlari, 30'lardan boshlab o'qishga chiqishni boshlagan. Baydab qisqacha deb o'tib ketgandek g'ayet yaxshi maktablarda Harvard, deymiz, Columbia, California State University, Florida, Ohio State qatorliq nurg'un North Carolina deydi, nurg'un yaxshi maktablarda o'qib maktab bitirib chiqqandan keyin o'xshamagan sohalarda xizmat tədqiqat xizmətlərini elib verib nurg'un natijalarga yetirilyotdi. Uning ichida Abaya Ablat degandek erkin Sidiq NASA'da xizmat qildi. Uning Dunyo bankasida xizmat qilganlarmi bor. Nurg'un obdan muhim yerlarda hozirgacha ish qilib xalqaro fen texnik sayesinde Uyg'urlarni ko'p töhfis qiladi. Rishad qo'y, agar mumkin bo'lgan bo'lsa shu Dunyo bankasida ishlayotgan va boshqa muhim yerlarda ishlayotgan Uyg'urlar to'g'riliq ismi bilan ozroq deb bergan bo'lsangiz biz balki bilmasimiz mumkin, butun Uyg'ur xalqi bilib qolsa, ular bilmagan bo'lsa. Bu qatam bu 5-qatamlik Uyg'ur Akademiyasining konferensiga kelgan, qasımlar bilan ko'rishgan Gulnaz Abduqodir xonim 84-yil Amerika o'qishga chiqib maktab bitirgandan keyin Dunyo bankasida 10 yillik ishlab xizmat qildi. Bu jarayonda nurg'un natijalarga erishgan. Undan boshqa Harvardda o'qib xizmat qilib atgan qarindoshlarimiz bor. Bundan keyin hamda inshaalloh Uyg'ur Akademiyasi ziyonlarni bir yerga kelishni burundan tatib plan qilgan. Bundan keyin shunga o'xshash bir qisqa filmlarni ishlab, ilmning zakitini berganlar degan temada menda bir qisqa programma ishlab tunishtirishni o'ylayapmiz. Boshqa ziyonlarimizni Amerikadagi yana tunishtirishni davom qilamiz inshaalloh. Dunyo hozir küçük bir mahallədəki bo'lib qoldi internetninki vasitasi bilan. Mayli Skype yo'lamda yoki boshqa vositalarni qo'llanib biz vatandagi xalqimizga Amerikadagi ziyonlarni tunishtirishni davom qilamiz. Hamda doktor Ablat bilan siz Yaponiyada 8 yil o'qidingiz va ishladingiz. Yaqinda Turkiyaga kelganimda 3-4 yil bo'lib qoldi. Sizning bu qadimgi yig'inda biz Amerikadagilarga asos Amerikaliklar chaqirib qatnashishi mumkin deb Amerikadan asos qilib bu yig'inni shu vaqtini 5-oydan 10-oyga suygandik. Yaponiyadan yana ko'p sonli kishilar qatnashdi. Ben bundan nihoyat hayronlik his qildim. Yaponiyadagi ziyonlar bir ishga jiddiy qaraydigan degan bir qarashga ega bo'ldim. Gerçi men o'zim necha yil yapon tilini o'rganib, yapon tilida dars berib, qilgan Yaponiyaga berib boqmagan bo'lsam-da, bu yerda Yaponiyadagi ziyonlar to'g'riliq ishonchim texnik ochdi. Ham Amerikadagilar nihoyat yaxshi qatnashdi. Ularning ishonchisi yaxshi bo'ldi. Siz bizga Yaponiyadagi ziyonlar to'g'riliq biraz so'zlab bersangiz, qachondan tortib Yaponda o'qishga chiqdi? Bo'ladi. Balkim aniq sonliq ma'lumot, yil bularni bilmasligim mumkin. Chunki men eng oldin Yaponga chiqqanlarni emas,
Lekin mening bilishim qaraganda shu 1982 yoki 84lar atrofida Jungo bilan Yaponiyadagi shundoq bir o'zaro almashtirish programmasi bilan bir turkum Uyg'ur o'quvchilar Yaponiyaga o'qishga chiqqan ekan. Shularning ichida Erkin Islaq akamiz bor. Erkin Islaq akamiz oldi bilan Yaponiyada 2,5 yil o'qib, ondan keyin Amerikaga chiqqan. Bir mezgil shundoq davlatlar o'rtasidagi munosabatlar sebep bilan o'qishga chiqqanlardan keyin bu o'qishga chiqqanlar yana boshqa o'ziniki tonish bilish, yaxshi o'qigan boshqa Uyg'ur o'quvchilar yordam qilish yo'llari bilan Yaponiyaga chiqqan o'quvchilarning soni tez surat ko'paygan. Men o'zim bo'lsa 2002-yili 5-oy chiqqan Yaponiyaga. Men chiqqan vaqtda aniq sonliq ma'lumot yo'q, lekin shu konlarga degan gapga qaragancha cho'ng kichik bo'lib Yaponiyada 7-8 Uyg'ur bor deydi. Qancha yilda? 2002-yillarda 7-8 Uyg'ur bor deydi. Ondan keyin yana bir Yaponiyada o'qiganlarniki odatda doktorlik qilgandan keyin 3 xil tanlash bo'ladi. Bir qismi Yaponiyada qoladi, shu yerda xizmat va boshqa tadqiqot ishtirilishi shug'ullanadi. Yana bir qismi Amerikaga chiqib qoladi. Yani bu qatim yig'in kelganlarning orasidami, masalan, Enver Khan, Ömercan abla, Erkin Siddiqqa, to'liq ham emas. Mushlar, ya'ni Temursungan 7 kishininki 3 Amerikadan kelganlar. Yaponiyadan kelganlar. Mushul ya'ni shaklda Yaponiyada o'qiganlarning xil ko'p qismi Amerikaga ketgan. Ondan başqa Yaponiyada o'qiganlarning yana bir xil tanlashi vatan qaytib ketib, vatanda har qaysi xizmat o'rinlarida o'z uchishliq to'p qo'shyotdi. Men bo'lsam mana u 3 tanlashdan sirtida o'zim 2010-yil Turkiyaga kelgan, hozirga qadar 4 yillar Turkiyada yashayapman. Yaponiya bilan bo'lgan aloqam endi davomlashyapti. Meningki ocham Yapon vatandoshi, qaynakam Yapon vatandoshi, ular shu yerda yashaydi va boshqa yaponlik do'st, tanish do'stlarim ham ko'p. Hozirgi ularning degini qaragancha Yaponiyada eng kamda 1000 atrofida Uyg'ur bor. Ya'ni men Uyg'ur bor deymiz, lekin shuni eskartib qo'yish to'g'ri keldiki, Yaponiyada odatda ziyolidan boshqa, ya'ni o'qiganlardan boshqa Uyg'urlar bo'lmaydi. Shunday bo'lgancha Yaponiyadagi o Uyg'urlarning hammasi degidek o'ziniki kasbiy sohasida ma'lum darajada yo'lmasa xili zo'r darajada muvaffaqiyat qozonganlar. Masalan, men hammasini bilmayman, shundoqmi o'zim biladigan bir qancha kishini misol olsam, masalan, G'ayrat To'xtikanja, endi kaynoqisgan maqtaval deb qamanglar. Lekin ham Uyg'ur buni qabul qiladi. Masalan, yana boshqa nurg'un kompyuter sohasida to'p qo'shgan Uyg'urlarimiz bor, lekin men ham o'zimni kaynoqis bo'lgan boshqa quvvat qilishni oblaroq bilaman. Shunga bu yerda deb qoldim. Haqiqatan Uyg'urlarningki shu kompyuter texnikasining olg'isida til yoziq bir taraf qilish programmalarininki yangilanishida, ya'ni Candysoft programmasi bor. Shunday zo'r to'p qo'shgan bir Uyg'ur. Ondan başqa nurg'un Uyg'urlar bilib ketmaydi, lekin Yaponiyada shu G'ayrat akamlar bilan birga ishlayotgan bir Ömercan Saud deb bir akamiz bor. U akamiz Yaponiyaga chiqqan 20 atrofida bo'lganlarning biri. Hali Yaponiyadagi cho'ng bir shirkatning ikkinchi cho'ng boshlig'i hisobda. Shu Ömercan akamizningki vasitasi bilan hozir u shirkatda 6 Uyg'ur ishlaydi. O 6 Uyg'ur ishlagan bilan mandaqlar ish qildiganlar emas, osh shirkatningki eng muhim mesela birisi Ömercan akamiz o'zi mashinalarningki, ya'ni cho'ng yuk mashinalarningki motorni yasaydigan, loyihalaydigan, programmasi ishlaydigan shirkatdir. Men berib ko'rmagan, lekin hali cho'ng bir shirkat, nurg'un chet ellik nurg'un davlatlar bilan munosabati bor. Shu shirkatningki motorningki loyihalash shuning emas, hatto o'z loyihalaydigan odam Ömercan Saudiyada. Ona keyindan onun to'xtaqtisini yasaydigan, loyihalaydigan Uyg'ur xotellik bir bola ismi hozir daral ism qolmadim. Ona keyinda u motorningki yumshoq detalni G'ayrat akam yasaydi. Undan boshqa yana qolganlarmi o shirkatlik oddiy bir xizmatchi emas. Osh shirkatlik eng muhim xizmatni qildiganlar. Ular bo'lmasa shirkat to'xtab qoldi-da. Mening bilganlarim majlik bo'lgan bilan yana boshqa nurg'un muhim o'rinda ishlayotgan Uyg'urlar bor. Haqiqatan Yaponiya Uyg'ur zallari en köp toplashgan, mayli fan texnika olsun, aql-sapa jihatdan bo'lsin, mushundaq sapalik Uyg'urlar en köp davlatlarning birisi. Mushqatimliq yig'in qatnashganligi, hamkorlashganligi, boshqa yangiga muomala va boshqa
ishlar qarasaqmi, ularningki saposiniki nihoyat yuqorligini ko'rib yetgan bo'ldi. Bir eskartib qo'yay. Dastlabda Uyg'ur akademiyasining bu ilmiy muhokama yig'iniga qatnashish uchun tizimlatgan kishi 33 ta, Amerikadan 13 ta, Yaponiyadan shu necha 3-4 oy burun 8 kishi tizimlatgan. Eng oxirigacha hech qanday o'zgarish bo'lmay 8 kishi qatnashgan bo'ldi. Boshqa yerlardan azlab eng oxiri masalan 12 bo'lgan bo'lsa 6-7 degandek bo'ldi. Ya'ni Yapondagi Uyg'urlarning xuddi Yaponlarga o'xshash bir ishga nihoyat astoydil muomala qildigan, aldirab yolg'on so'zlamaydigan, aldirab va'da bermaydigan, bir ishni niyat qilgan bo'lsa, har qanday ahvol qaramay, u ishni chuqur oxirigacha ep chiqargan shunday bir xil irodasi bor. Bu irodadan, bu xil pozitsiyadan bütün Uyg'urlarningki uyg'onish kerakligini men qattiq taklif etmoqchi. Rahmat, nihoyat yaxshi bir uchur berdingiz. Bundan keyin masalan bu qatim nurg'un kishilar so'radi, biz Anqaraga borgan chaqda davlat organlaridan so'radi, Istanbulda yoki Turkiyada İstanbulda nechlik Uyg'ur bor dedi. Biz 10 dek Uyg'ur bor dedik endi. Ama bizning yig'inimizga kelganlar nihoyat az. Belkim Yaponiyada o'tkazib qolsak agar, Yaponiyada 1000 dek Uyg'ur bor dedik. Shularning qatilish nisbati nechlik bo'ladi sizningcha? Men shu Yaponiyadan kelgan bo'lg'achqa poet etsam bo'lmaydi. Yaponiyliklar odatda asosan poetmaydi-ku. Men poetni yaxshi ko'rmayman. Lekin shunda olsam o'zimning farzimni ep etgan chog'da Yaponiyada agar shunday bir faoliyat bo'lib kelib qolsa, balkim nurg'un yaponlarning qatnashishi mumkin, lekin faqat qatnashgan Uyg'urlar hisob qilgandimi, eng kamdan 300 Uyg'urniki qatilishiga men to'liq ishonaman. Rahmat. Masalan, balkim videodan ko'rganlar bo'lganda bu qatimliq yig'inimizga qatnashgan bo'lib o'quvchilarning soni sal ozib qoldi. Aslida bundaq bir ahamiyatlik, bundaq bir yuqori sifatlik ona tilda bundaq fan-texnik usullarni yetkazadigan bir faoliyat dunyoning hech qanday yerida bo'lib boqmagan, ham osonlikcha bo'lmaydi. Asli barliq Uyg'ur o'quvchilar va boshqa barliq Uyg'urlar bu faoliyatga nihoyat aktiv bilan qatnashishi kerakdi, ammo ular buni bilmay qoldi. Gerçi qatnashganlarning soni ozroq bo'lib qolgan bo'lsa-mu, lekin faoliyatimiz nihoyat jo'shqin kayfiyatda, nihoyat yaxshi o'tdi. Yana biz o'yladikki keyin bu faoliyatning ahamiyati qatnash soni bilan bo'lmaydiganligini, mayli qatnashganlar qanchalik oz bo'lsin, eng muhimi bu faoliyatni mushakil izchil davom ettirib menishning eng muhim nuqta ekanligini, mushtaq davom ettirib mansak hamon bir kuni bu qatim qizal 350 kishilik zalga odam patmaydigan mushtaq bir vaziyatniki shakllanganligini biz to'liq his qilamiz va buning ishimiz. Yana bir nuqtani eskartib o'tmoqchimanki, garchi kelganlarning soni oz bo'lgandek bo'lsa-mu, lekin biz ko'rishni orzu qilgan, umid qilgan Rishod Kamga o'xshash olimlarimizning, doktorlarimizning to'liq ko'rdik. Aslında boşuna o'zi bizga yetarli. Ya'ni bularningki bir odamning kuchi 1000 hatto 10 ming odamning kuchiga to'g'ri keldi. Biz buni shunday tushunishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Ümidsizlik şeytandan deyilgan gap bor. Biz bir odam qatnashsimi va yoki qatnashmasimi, olimlarimiz bizning takliflarimizga ovoz qo'shib, kelib bersa, bu xil faoliyatlarni davomli olib boramiz. Belkim Uyg'ur akademiyasi degan bu qalpoq bek cho'ng ko'rinib ketib, bu bek yuqori sifatli bir so'rin bo'lib qolishi mumkin. Biz ba'zan tushunmay qolishimiz mumkin deb o'ylaganlar bo'lishi mumkin. Bu jihatdan hargiz shu bilanmanglar, bu Uyg'ur ana tilimizda so'zlangan, doktorlar berilgan bir faoliyat. Bunun ko'pinchisi tan sog'lig'imizga oid, mayli yurak bo'lsin, mayli boshqa jihatlarda bo'lsin, odamning tan sog'lig'iga oid uchurlar nihoyat ko'p berildi. Men hatto Uyg'ur akademiyasini doktor akademiyasi deb qilgan vaqtimiz bor. Rishadimizmi shu tan sog'ligiga oid, tibbiyotga oid bir dorigarlik ilmida miqlotida men kimin doktor va Amerikadan. Undan keyin Yaponiyadan kelgan ko'pinchalik shu tan sog'ligiga oid ilm sohasida, tibbiyot sohasida tadqiqot olib beribdi. Undagi Shuhrat Mutallib akamiz qo'l hujayra sohasida muvaffaqiyat qozondilar. Bu xil faoliyatlarni bundan keyin biz umidsizlanmaymiz. Xalqimizning ko'proq qatnashib berishini umid qilamiz.
Men bir noktani eskartib o'tmoqchi. Endi Uyg'ur akademiyasi degan ism haqiqatan intoyin cho'ng. Ba'zanlar buni to'g'ri tushunmasligi mumkin. Uyg'ur akademiyasi hozirgi sharoitda bir simvolik bir ism. Ya'ni Uyg'ur akademiyasi o'zining faoliyatlari orqali ya'ni Uyg'urlarni Nobel mukofot olish yetaklash emas maqsad. Albatta Nobel mukofot olsak texmi yaxshi, texmi biz uchun cho'ng sharaf. Lekin hozirgi vaqtda Uyg'ur akademiyasi va uning qilayotgan ishlarininki ahamiyati uning simvollik ma'nosida. Ya'ni Uyg'ur akademiyasi o'zining qilayotgan faoliyatlari orqali butun dunyodagi Uyg'ur ziyoli olimlarni bir yerga to'plash orqali ve başka her xil faaliyetler orqali vatandagi ve dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'urlarga ilhom berish, o'z ona tiliga, o'z xalqiga, o'z vataniga bo'lgan muhabbatni texmi uyg'otish, kuchlantirish. Ya'ni Uyg'ur akademiyasi Nobel mukofotiga erishishni maqsad qilgan emas, Uyg'urlarning o'z ona tiliga, o'z madaniyatiga, o'z diniga ega chiqish, engini kuchlantirish ve o'zini mush yo'lda qo'ldan kelgan xizmat qilishni maqsad qilgan mujda bir jamiyat. Buni har qaysi ko'ruvmanlarniki shu ma'noda tushunishni umid qilaman. Balkim kunlarning bir kuni ashundoq haqiqiy bir akademik ma'noda xizmat qiladigan kunlarmi kelishi mumkin. Rahmat. Uyg'ur akademiyasininki yaqinda bir yangi bir shuarini o'tirib qo'ydik. Bu to'g'riliq, masalan, kuch-quvvat bilimdandir, saodat ilmdandir dedik. Bu to'g'riliq biraz bir tushuncha bersangiz. Bu savolni yomon tiyuqsiz so'rab qoldingiz. Aslida bu nihoyat cho'nqur bir jumla. Lekin bundan o'qisak qandoq ma'no chiqadi degan chog'da hozirgi davr sharoitida bir millatda bilim, fan texnika bo'ldi ekan, kuchli bo'ladi, boshqalardan teng bo'ladi, boshqalar bilan teng bo'ladi, hatto eshib ketalaydi. Dunyodagi ahvolim yaxshi bo'ladi. Ondan saodat ilimdandir degan gap, ya'ni bir millatga, bir odamga yolg'iz bilimning ekan kifoya qilmayganligini, uningki axloqiy fazilat, ansapa va shunga o'xshaydigan omillarninki intayin muhimligini, faqat lekin bilimli bo'lib, uningda odamlik xislat, ansapa, fazilat bo'lmasa, uning saodatlik, baxtli bir millat odam bo'lolmaydiganligini tushundirish maqsadida, shuni ta'kidlash maqsadida mushtaq bir jumlani biz Uyg'ur akademiyasininki yo'l ko'rsatgan muhim bir shuar sifatida mundaqqa qo'llandik. Rishad Kamasli Amerikadan Ataydan kelgan chog'da texniqroq anlasak o'tdi ovozini. Bugun bizni so'zlab, shuni Rishad Kam oz so'zlab qoldi. Shuni Rishad ko'nglingiz gaplar bo'lsa, deb bersangiz, sizning har bir gapingiz hamda biz Uyg'urlar uchun nihoyat zo'r bir ilhom, biz uchun kuch-quvvat. Shuni jiqroq bizga yo'l ko'rsatsangiz, ilhom bersangiz, shu akademiyamiz sizga o'xshash olimlarimizningki yo'l ko'rsatish bilan taraqqiy qilib oxirgi maqsadga yetimiz. Shunga hozir shunday bir fursatda yana ko'proq rahmat. Endi bu Uyg'ur akademiyasi hammamiz tang quvvatlab qo'llaymiz. Sizlar bilan bugun aytibdan paranglashdik. Necha kun yag'mi nurg'un suhbatlar, paranglar bo'ldi, nurg'un fikr almashtirishdi. Xudoyim bo'lsa, texmo kundan kunga rivoj tepib yaxshi bo'lar ketish. Bugungi suhbatimiz, paranglarimiz yaxshi bo'ldi. Rahmat. Aslida yana balkim paranglasak nurg'un ko'nglimizda gaplar bo'lishi mumkin. Endi sizlarmi endi hammadan siz bilan ko'rishni orzu qildi ekan, bir tomoq yeb olsak deydi ekan, rasm tushib olsak deydi ekan. Shu vaqt munosabati bilan shunga programni tugatishdan burun men Rishad Kamninki Qurban hayiti muborak bo'lsin deyman va oilasiga, yangimiz orqasida turib, barcha ishlarini to'g'ri tushunib, bu ilm tadqiqot sohasida texmi muvaffaqiyat qozonish uchun balkim boshqa kishilar oilaga sarf qilgan vaqtini vaqtidek sizni ko'p vaqt sarf qilmagan bo'lishingiz mumkin. Yangimiz sizni quvvatlab bergan bo'lishi mumkin. Albatta quvvatlab bermasa bu xil natijalar qo'lga kelmaydi. Shuning uchun yangimizga alohida
Az ismini alamadım. Hemen Alaytım. Kurban ayeti mübarek olsun. Ballarımızdaki sizden iş düşüşünü ümit kılımız. Ahırda hem de Uygur Akademisi'ninki bu şuarı doğrulup Abla Turan Efendime dedi. Güç kuvvet bilimdindir, saadet ilimdindir diyen gapta benim düşüncemde güç kuvvet zaten ilim texnika turmuşumuzni qolaylaştıradigan bilim degan şu mıyda bir narsa. Hem de ilim degan şu bilimni qanday yerde işletsek o bizninki ichki dunyolik baxtimizni qo'lga keltirishga foydasi bo'ladigan bu ligini bilalaydigan bir xil ilm men uchun. Şu ilim agar şu bilimni biz foydasini ishlatmay qolsak, o bizning ziynimizga sabab bo'ladigan gap. Şu bizga ilm muhim. Bir qushning ikki qanoti bo'lgan o'xshash, birisi ilm, birisi fan texnika bo'lsa, endi birisi ilm bo'lish kerak deymiz. Bu şu arni biz o'zimizga nima qildik? Shunga bu jihatda bizma xizmatlarimizni shu yo'nalishda olib boramiz. Hammalarga rahmat. Bundan keyin yana Reşat Amerika kesimi biz yine Skype yoki boshqa vasitlar orqali aloqalashib, shunday yaxshi programlarni sunishga tayyorlik qilamiz. Hammaga rahmat. Sizning boshqa Podkastda qo'simi yine men ozroq gap qilgim kelib qoldi. Necha kundan beri Reşat bilan bilib olgan, burun endi chiq uchrasham bo'lgandik, necha kundan bilib oldik, ziyoratga bordik. Hem hozir hem shunday bir nihoyatda qimmatli bir fursatda Reşat bilan birga videoni oldi o'tirib suhbat qildik. Ben buni intay xush bo'ldim. Shunga bundaq akademiya haqiqatan bundaq Uyg'ur olim ziyolilarini uchrashadigan bir uyga aylandi hozir. Olimlar İstanbulga uchrashyapti. Mush akademiyaniki vositasi bilan menmi Erkin Sidiqkam, Reşatkam, Şöhret Murtalib akamiz shunday nurg'un olimlarni uchrashib fursati bo'ldi. Shunga men deb qo'ydigan gapim yeni dünyanın başka joylaridagi barliq Uyg'ur ziyoli olimlariniki mushtaq Uyg'ur Akademisininki mundaq faoliyatlari aktiv ovoz qo'shib, qo'llab bo'lsa sayohat maqsadi bilan bo'lamdi va boshqa fursatlar bo'lamdi. İstanbulga kelsanglar, yuz ko'rishsak, xalqimizlarning ovozini anglasa, chiroyini ko'rsa, bu xalqimiz uchun intayin chong kuch-quvvat, madad. Men bu hakikaten barliq olim ziyolilarimizniki shundoq bir fursat yaratib, Uyg'ur xalqimiz bilan pat-pat uchrashib turishni chin ko'ngildan orzu qilaman. Bugun shundoq qimmatli vaqtni chiqarib bu suhbatimizga qatnashgan Reşat, Doktor Reşat Abbas akimizga chin ko'ngildan tashakkurimni, rahmatini bildiraman. Rahmat. Bizning to'g'ri deysiz, Uyg'urlarninki ko'p uchrashib, paranglashib, fikr almashtirishimiz nihoyatda muhim. Bo'pmi? Yaş o'quvchilar bilan, yaş biz qarindoshlarimiz bilan nada bo'lsak, ko'rishib, pat-pat ko'rishib, pat-pat paranglashib, fikr almashtirib, mungdashib, sirlashishimiz bu nihoyat muhim. Shunga bundaq sizlarning bu qatimqi 5-qatimda Uyg'ur Akademiyasining konferensi shuningga nihoyat muhim rol o'ynaydi. Bundan keyin davomli shunday bo'ldi. Undan sirtmi yana bunun qarab turmay pat-pat har qanday yerda bo'lsak, pat-pat ko'rishib Uyg'urlar, yoshlar bilan, o'quvchilar bilan ko'p ko'rishib turishimiz kerak. Rahmat sizlarga. Hammanglarga aytib muborak bo'lsin. Aylanlarning sizlarning aylanglar, boldiringlar. Nurg'un sizlarni qo'llab-quvvatlab anladık necha kun yog'i. Sizdan shunday uzoq yerdan kelib faoliyatimizga qatnashganingizga rahmat. Bu faaliyatimda yine Türkiye'de okuyatkan doktor ve magister okuvchilar uchun bir faaliyet o'rinlashtirishni o'ylashyapmiz. İnşallah bu yil chiqishdan burun o'rinlashtirishni o'ylashyapmiz. İnternet tor betimizde uyg'urakademiya.com, akademiya.org tor betimizde bu to'g'riliq tafsil ma'lumotlarni beramiz. Mishadagi veya yaqin davlatlardagi magister doktor o'quvchilarga kelib Uyg'ur Akademiyasi yaratib bergan o'sha ilm munbiri sahnasida bir kishilik o'rinlanib o'ziniki o'qigan ilmining zakitini bilishini umid qilamiz. Sizning boshqa Ya boshqa gapim yo'q. Eng oxirida barliq do'stlarning, qarindoshlarningki qurboniyatni chin qanday tabriklayman. Qurboniyatningki shod-xuramliq, barakat o'tishini tilayman. Rahmat, hurmatli ko'ruvchilar. Vatanda, vatan sirtidagi barliq Uyg'ur qarindoshlar
Uyghur Akademisining tunji bo'lib o'rinlashtirilgan olimlarimizni ziyorat qilgan bir programmamizning birinchi soni Mishada ayolish oldida turdi. Biz buni Erkin Sidiq akamiz yaqinda bir gap o'tirib qo'ydi. Ziyolilar, yani olimlar, yani şu meyli qaysi sohada o'qigan bo'lsin, ilmining zakatini berish kerak degan meni. Shunga biz bu programning ismini shunday ilmining zakatini berganlar deb qo'ysak, inşallah şu birinchi sonini Mishada oyoqlashtirsak, hammalarning bayrami muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. My Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few. They're like a small pebble